Kelsinchi, senga telefon bo'lyapti. Assalomu alaykum, hozir ulab beraman, o'zi keldi. Manimi? Manisi. Kim bu? Men buni so'radim, kimsan deyapman? Nima yigitimga telefon qilasan, tushunmayapman. Dilbar bu hazil edi. Dilbar Tushunmadim, hozir nima deding? Yigitim haqida qayg'ursam senga kulgili tuyulyaptimi? Yoqyaptimi? Qattaligini aytsang, borib basharangga gapiraman, qani ayt. Qani qattasan, yoningga boraman. Gapir, qattaligini ayt, yuringga boraman hozir. Dilbar, qo'lingni ol, hozir ham suyg'oyonni hal qilib olay, keyin sen bilan gaplashaman. Mana jinni deyapsanmi? Nima yigitini o'ylasa jinni bo'lar ekanmi? Men shunchaki oilasini o'ylaydigan yaxshi qizman. Nima shunaqalarni olib ketaverasanlarmi? Suyg'oy bo'lmay o'ylarga oilali odam baxtsiz qilmasin. Dilbar, hazil-ku bu Dilbar nima qilganing bu Dilbar? O'ynashing shotga ham keldimi deyman-a? Hozir ko'ramiz kim o'yin qilayotganini. Eshikni ochaman deb bu yoqdan o'ligi chiqadi. Basharang qursin. Zo'r o'yin ekan, menga yoqdi. Keyin o'ynaymiz, zo'r o'yin ekan, makinasi yoqdi. Nima bo'ldi? Nima bunaqa bezrayib turibsan? O'yin o'ynayapman deyman ham, o'yin o'ynadim, zo'r o'yin ekan. Zo'r, menga ham yoqdi. Keyin o'ynaymiz. Faqat boshqacha o'yin o'ynaylik keyin safar. Dilbar nima qilyapsan? Selfie olaman, ko'rinmayaptimi? Kel, sen ham tush. Yaqinroq tur. Qani Tirjay?